Odam alayhisalom jannatda bir muddat yolg'iz yashadi. So'ngra Odam alayhisalom uxlayotgan paytda chop qovurg'alardan bittasini olib, Alloh taolo Havvoni yaratdi. Astagfirullah. Ya ayyuhan nasu taqullohallazi xalaqakum min nafsin wahida. Sizlarni bitta nafsdan yaratgan Allohdan qo'rqinglar ey insonlar deyapti. Bitta nafsdan. Demak, ayol kishini Havvo onani inson Odam alayhisalomni chop qovurg'asidan olib yaratdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayol kishini to'g'rilayman deb harakat qilmagan. Chunki u qiyshiq qovurg'adan yaralgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Tek qo'ysang qiyshiqlikcha qolaveradi dedi. Demak, siz bilan biz aytgandaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib tutgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" deyapti. O'sha uchun payg'ambarimiz aytgan, "Xayrukum lil ahliya va ana xayrukum lil ahliya." Sizlarning ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarning ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarning eng yaxshisiman dedi. Bizda ayolga yaxshi muomala qilish nimani belgisi bo'lib qo'ygan? O'g'il bolalar. Bu payg'ambarimiz aytayapti bu narsani. Ayolingga yaxshi muomala qilgin deydi. Odam alayhisalom uyg'onib qarasa, yangi bir maxluq turibdi. Kimsan dedi. Dedi, ayolman dedi. Nimaga yaralding? Seni jufting bo'lish uchun dedi. Shunda farishtalar Odam alayhisalomni sinamoqchi bo'lib, kim bu deb so'raganda, Havvo deb javob berdi. Nima uchun Havvo? Chunki tirik narsadan yaratilgan. Qovurg'adan yaratilgan. Mana Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda quyidagi ma'nolar bor. Ana shu ayollarga yaxshilik qilinglar, qiyshiq qovurg'adan yaralgan, to'g'rilayman desa sindirib olasizlar, tashlab qo'ysanglar qishligicha qolaveradi. Ayollarda ko'proq aql emas, otifasi boshqaradi. Mana sahih hadislarda keltirilgan Havvo onadan keyin yaralgan ayollarning eng go'zali Sorra deyiladi. Ya'ni dunyoda yashagan ayollarda, dunyoda yaralgan ayollarning eng chiroylisi Sorra. Kim ayoli edi? Ibrohim alayhisalomdir. Nima uchun? Nima uchun Havvo onadan chiroyli emas? Chunki jannatda yaratilganda. Jannatda xunuk narsa bo'lmaydi, birodarlar. Va qulna ya adam uskun anta va zawjukal jannata fakula minha ragadan haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh-dhalimin. Subhanalloh, Alloh taolo Odam alayhisalomga aytdi: "Ey odam, sen va ayoling mana shu jannatda xohlagan joylarda xohlaganda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Mana shu daraxtdan yemanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Va aytdi yana: "Inna hada aduvun laka va li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha va la tara va annaka la tazma fiha va la tadha." Bu bitta daraxt dedi. Bu bitta dushman dedi. Ya'ni oddiy narsa, ikkita narsa. Bu dushmaning dedi. Seni va ayolingni jannatdan chiqarib olmasin dedi. Jannatda och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, qiylamaysan dedi. Endi qarab turing. Holat shu. Bitta man qilingan daraxt, bitta dushman, jannatda hech qanday muammo yo'q. Och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, chanqamaysan, boshqa narsa bo'lmaydi. Endi iblis Odam alayhisalomni aldab qo'ydi. Nima bilan aldadi deng? Nima bilan aldadi? Kerakmi unga u narsa? Har xil rivoyatlar bor. Iblis jannatdan chiqib ketgandan keyin kirganligi hali tovus qonatida, ilonni ichida, vallohu alam kayfiyatini, lekin Alloh taolo izn berdi, Odam alayhisalomni imtihon qilish uchun kirdi iblis. Kirdida ularga aytdi: Astagfirullah, ma nahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin va qasamahuma inni lakuma la minan nasihin va dallahuma bighurur. Ana akalar o'sha yerda boshlandi. Kelib aytdiki,
Bilasizlarmi, Robbinglar nimaga mana shu daraxtni mevasini yemanglar dedi sizlarga. Sizlarni farishta bo'lib qolmasliklarini xoladi yoki abadiy yashaydiganlardan bo'lishlarini xolamadi. O'shuning uchun yema dedi. Boshqa oyatlarda keladi, sizlarga abadiy mulk va abadiy hayotni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Jannatda bo'lsang, abadiy mulkni nima kerak bor degan keladi-da. Pulni nima kerak bor u yerda? Jannatda bo'lsang, o'lim yo'q bo'lsa, abadiy hayotda nima kerak bor? Kerakmi shu ikkita narsa? Hayotda ham qarangda, oshiqcha narsa ham kerak emas o'z odamga. Men roza tutyapmiz, ba'zi uxlab qolsak, yo'q, hech narsa bo'lmagandek. Bir mahal ovqatlansak ham kunimiz bo'lar ekan, o'taverar ekan. Demak, oshiqchasi birodarlar, u oshiqcha joyga borar ekan. Ovqatda oshiqchasi kerak bo'lmagandek, dunyoda ham oshiqchasi kerak emas o'zi. Nima kerak? Tom kerak, kiyim bosh kerak, bitta mashina kerakdir, kunlik tirikchilingiz kerak. Oshiqchasi nima kerak bor? Buzu bo'pti, yerdagi odamlarimiz necha minglar o'tib ketdi, shaytonimiz aldab qo'yapti. Otamizni qanaqa qilib olgan ekan? Alloh azza va jalla aytib qo'ydi, "Mana dushmaning" dedi. "Mana jannat" dedi. "Mana daraxt" dedi. Hozir ko'payib ketgan endi. Lekin subhanalloh, insonning aqli noqis ekanda, ojiz ekanda. Ali mamnun marg'ub degan so'z bor. Man qilingan narsa doim jozibador bo'ladi-da. Mumkin emasmi shu qanaqa ekan degan narsani shayton nima qilaveradi? Yaxshi emas. Aytib qo'yaylik. Alloh qilma dedimi, demak yaxshi emas. Men chiroyli qog'ozga o'rab, chiroyli upakovka bilan chiroyli reklama qilib berayotgan bo'lsa ham yaxshi emas u narsa. Odam alayhisalom ana shu man qilingan daraxtni yedi, kiyimi yo'q bo'lgandan keyin Odam va Havo yalang'och bo'lib qolishdi. Ungacha birodarlar, kiyimi borda Alloh taolo bergan. Avratlar yopilib turar edi. Kiyimlar yalang'och bo'lib, yo'q bo'lib, yalang'och bo'lganda qochib qoldi Odam alayhisalom. Jannatda qochib qoldi. Shunda Alloh taolo: "Ya Adam, atafirru minni?" "Ya odam, mendan qochyapsanmi?" degan ekan. Esa Parvardigor uyalganimdan qochyapman degan ekan. Demak, hayo iymonning belgisi. Hayo iymon shoxchalaridan bitta shoxcha. Imom Buxoriyda keltirilgan hadisda "Laula Hawa lam takun unsa zawjaha." Agar ayoli bo'lmaganda Odam alayhisalomga nima qilmas edi? Shunday mushkula bo'lmas edi. Birinchi mana Havo yedi deyiladi, keyin Odamga taklif qildi, Odam yedi deyiladi. Odam alayhisalom qilgan xatosini tushungandan keyin Robbisiga duo qildi. Robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal xosirin. Parvardigor, biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang va bizga rahming kelmasa, albatta biz ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolarmiz. Alloh azza va jalla hukm qildi. Ihbitu min ba'dukum li ba'din aduwwun va lakum fil ardi mustaqarrun va mata'un ila hin. Jannatdan chiqinglar haminglar. Biringlarga dushman bo'lgan holatda. Albatta yer yuzida vaqtincha yashaydigan joy sizlarga dedi. Esimizdan chiqmasin akalar. Ilahin deyapti, ma'lum bir vaqtgacha yashaysizlar deyapti. Barcha chiqib ketamiz dunyodan. Astronomiyada o'tiribmiz. Kimiki burun, kimiki keyin keladi, hamma chiqib ketamiz, lekin chiqib ketishimizni esdan chiqarib qo'yganda ko'p xatolik yo'l qo'yib qo'yamiz. Qala fiha tahyawna va fiha tamutuna va minha turajun. Yerda yashaysizlar, yerda o'lasizlar va yerdan qaytadan tildirib chiqarib olamiz sizlarni. Alloh taolo Odam alayhisolamga tushirdi va kalimalarni o'rgatdi, Osiyning duosini kechirdi. Odam ham gunoh qildi, iblis ham gunoh qildi. Farqi nimada bo'ldi? Odam tavba qildi, iblis o'jarlik qildi. Shuning uchun la kabira ma istig'for va la saghira ma isror. Ulamolar aytadi, istig'for bo'lib tursa katta gunoh ham qolmaydi. Lekin o'jarlik qilinsa, kichkina gunoh ham qolmaydi, kattaga aylanib ketadi. Demak, Alloh taolo istig'for qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ibn Abbos rivoyatlarida keltiriladi, Odam alayhisalom Hindga tushdi, Havo Jiddaga tushdi, Arafotda uchrashishdi. Shuning uchun Arafot deyiladi ana shu joy, tog'ning ismi, joyning ismi. Ya'ni bir-birini nima qilishlik? Tanishlik yoki uchrashlik, topishlik. Hadislarda keladi, Odam va Havo yerda yashab ko'paydilar. Imom Tabariyda keltirishicha, Havo 40 ta bola tug'ib berdi. 20 marta tuqqan ekan. Har tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. Bu Imom Tabariyda kitobidan olingan. Birinchi farzandlari Qobil va Qulaym. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan ekan. Qobil va Qulaym
ana shu oxirgi farzandi Abdul Mug'is va Ummul Mug'is deb keltirilgan ekan. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan har safar. Ibn Hibbondan keltirilgan Abu Zar G'iforiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Rasulullohning avvali kim deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam dedi. Abu Zar G'iforiy nabiy va rasulmi deganda ha deb javob berdi. Demak, Odam alayhisalom o'zining farzandlari uchun ham payg'ambar, ham nabiy o'rnida bo'lgan bo'ladi.